O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janoblarini, qolaversa Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin janoblarini o'zaro do'stona aloqalari va bir-birlariga chuqur hurmat asosida demak bo'lgan mana shunday bir katta bir do'stona munosabatlari tufayligina mana shu bugun O'zbekiston va Xitoy munosabatlari mana shunday yuqori darajada, yuqori sur'atlarda davom etyapti. Ikkita davlatning viloyatlarning o'rtasidagi hududlararo kengash tuzib berildiki, mana shu kengashlarni ham demak tinimsiz ishlanishi, mana shu uchrashuvlarni o'tkazib borilishi, xitoylik do'stlarimiz bu yerga kelishi, bizni delegatsiyalarimiz borishi, mana shu bugungi kunda mana shu o'z munosabatlarimizni yuqori cho'qqiga rivojlanishining eng muhim poydevori bo'ldi desam to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Qurilish boshlanayotgan 3 ta yirik loyiha, Yevrosiyo xalqaro savdo markazi bugun xuddi mana shu zamin mana shu yerda demak qurilish boshlanadi. Ikkinchisi Hilton Double Tree mehmonxonasi va uchinchisi demak Farg'ona shahar Baqa sanoat zonasi o'rnida Foshan ishlab chiqarish sanoat parkini demak qurilishi bugun viloyatimizni iqtisodiyotini oshirishga, viloyatimizda savdo logistika xizmatlari darajasini ko'tarilishda, qolaversa viloyatimizda turizmni rivojlantirish uchun juda katta iqtisodiy, ijtimoiy keramiz turtki beradigan katta bir yirik loyihani demak boshlanishi guvohi bo'lib turibmiz. Farg'ona viloyatida Xitoy kapitali ishtirokida 273 ta korxona faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, yana yangi 100 ga yaqin istiqbolli hamkorlik loyihalarini amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. 大家好，今天非常开心，然后遇到这个美丽的费扬甘纳。 Qisqacha aytganda, bu 3 ta loyiha oltin kombinatsiyaga o'xshaydi. Sanoat parki ishlab chiqarishni amalga oshiradi va Foshan ishlab chiqarishning yuqori sifatli mahsulotlarini bu yerga olib keladi. Savdo markazi esa mahsulotlarni ko'rsatish va sotish uchun javob beradi. Ularni Yevropa va Osiyo bo'ylab osonlik bilan sotish imkonini yaratadi. Mehmonxona esa yuqori sifatli biznes va dam olish xizmatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga bu yerga ishga kelgan yoki sayohat qilgan do'stlarimiz uchun qulay uy bo'lib xizmat qiladi. Bu 3 ta loyiha birgalikda Farg'ona vodiysida to'liq ishlab chiqarish zanjirini yaratadi. Biz ushbu loyihalar orqali mahalliy aholi uchun ko'proq ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy rivojlanishni kuchaytirishga yordam berishni niyat qilmoqdamiz. Bu bizning kompaniyamizning yirik sarmoyasi bo'lib, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirishda bizning chin dildan qo'shgan hissamizdir. O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lidagi strategik davlat, xususan Farg'ona viloyati Yevrosiyo mintaqasi uchun muhim logistika markaziga aylanadi. 40 gektar maydonda joylashtiriladigan Foshan ishlab chiqarish sanoat parki Yevrosiyo bozori uchun tayanch nuqta bo'lib, omborlash, logistika, savdo xizmatlarini birlashtiradigan xalqaro sanoat hamkorlik bog'i vazifasini bajarishi ta'kidlandi.